Ben sana telefon koyayım. Aynen bakma. Ben bu arada sen minut tutayım. Şöyle Ankara'da Hürmet, valla yıllar bana her zaman 13. dekabr günü meşege Murat'nınki aldığı kilgamız önemli ayrılık kaldı. Yani Murat bizim adresle bizim halkımız için intayın çok uluş koştu. Yani Murat'taki ballarımız 100 yılda bir kilemde kemamda kolayımız buldu. Şunun için bunu uyuşturgan, bugün uyuşturgan Rüstem bilen Malina'nınki komandasıga çoğun rahmet sizlerge. Yani birinci söz demeşede bizdeki Cumhuriyet Uygur Medeniyet Merkezi'ndeki etnemet reisi orunbasarı Zuhal Makam söz vereyli mi? Zuhal Makam Rahmet. Hürmetli kıyırındaşlar. Hakikaten ben bunu Zaryosuk'ta mektepte direktör işlavatqa vaqtda merhum ağaynimiz alım Enver Hacıyev telefon qilibdi. Zuhralam sen mektepte bormi dedi. Ya bor desam meniki Murat Nasirovniki dadisininki yetisini o'tkazib berib kelaylik dedi. Buni Risqulvada aytib shu kelsak erkishlar uzatib bo'libdi. Biz kirdik, Enver ishimiz kirib Anverlar bu Murat Nasirov bilan ağayninning balları. Tuqqanda yaqin tuqqan. Kirdik Murat baka va Muratni shu vaqtda shaxslarni ko'rgan. Bunda живой deb qo'yamiz, birinchi qatim ko'rib kelib paranglashgan. Har bir odam bilan yaqin paranglashmoqcha odamniki naqsdan boshqa hech nimani bilmaymiz-ku. Bir shundoq bir oddiy, shundoq bir o'zining millati ko'ydigan, qo'ldan kelguncha şu milletimni kötüray deb tirishgan bolalarning birisi. Yevropaga borgan vaqtda naqshlarni aytgan vaqtda buni bizniki qadimiy Uyg'urning naqshi deb e'lon qilib aytadi ekan, o'z degan. Shu vaqtda bir ko'rganman Murat Nasirovni. Asli Murat Nasirov bizniki mush burunqi SSR yoki SNG bo'yicha Rossiyaga Uyg'urning san'atini, Uyg'ur millatini to'ntgan bo'ldi. Onundan burun belki mundaq Uyg'ur teatrdan boshqa bir sohalar bilan Uyg'urlar borgan bo'lishi mumkin, biroq Muratdek Uyg'urni to'ntgan hech kim bo'lmagan. Dunyoga to'ntdi desakmi xatolashmaymiz. Murat bizniki san'atimizning yulduzi bo'lgan. Mana Polatlar ashuniki guvochilari bular jiq aralashdi. Shu Murat to'g'riliqmi biroz kinolarni chiqadi bular. Endi bunu hozirgi bo'layotgan ishimiz, bunu yig'ilib Muratni eslayotganimiz bu Murat uchun faqatli kerigi, bu yoqda bizningki inimiz imom duga takbir o'tkazdi, ashul kerak Muratga. Bundaq marosimlar bu biz uchun kerak. Avloddan avlodga ibrat bo'lish uchun. Mushu bolaninki qilgan ishini millatimiz unutmaganligimiz. Undan keyingilarga bir ibrat bo'lsin deb qotqa ishlaymiz. Asli millat uchun kichikina qilgan ish u yerda qolmaydi-ku, uni baholaydi. Baribir bir kun baholaydi. Mana mushu kelib, mashalani tozalab, mushu byustlarni o'rnatib, Muratga bo'lgan, buni haykalga bo'lgan hurmatimiz, abiyoqi Muratniki millatimiz uchun qilgan xizmatni biz baholashni bilganligimiz. Bu nihoyat ulug' ish. Rustam Xayriyev, maylam siz mushu yoshlarni beshiga kelgandan beri mana mushu madaniy ishlar bo'lsin, urf-odat, tariximizga loyiq ishlar, nihoyat yaxshi ko'rinakli ishlar bo'lyapti. Qozog'iston Uyg'ur yoshlar birligi buning birinchi raisi Tursun Garayev. Hozir bor cherakda. Tursun Garayevdan keyin Olimjon Tilvoldi bo'lgan. Olimjon Tilvoldidan keyin men bo'lgan. Men Abdurshid Turdiyevga o'tkazdim. Abdurshid Turdiyev Rishat Aznabaqov o'tkazdi. Rishat Aznabaqovgacha bu tashkilot faqat bizningki milliy davorimizni qilib kelgan tashkilot. Nihoyat jiq ishlarni qildi. Nihoyat nurg'un ishlarni qildi. Endi biroq Qozog'iston Uyg'ur yoshlar birligining ustavida mana mush ishlar bor.
mushu madaniy oqartish millatimizniki mushu Qozog'istondagi millat bo'lib saqlanib qolish ishlarida yezilgandi. Mana Rustam Xayriyevga o'tgandan beri Rustam Xayriyev o'ziniki usta programmasi bo'yicha yezilgan ishlarni atqirib kelyapti. Nihoyat ulug' ishlarni qilyapti. Ben 5 yil atab ketdim. Har bir Uyg'ur millat uchun kichikina bir ish qilsa, u hech qachon yad qolmaydi. Uni baholaydi. Mana mushu o'tsin. Avloddan avlodga o'tsin. Murodbek san'atni to'nitgan, o'zining millatini to'nitgan san'atkorlarimizni ayt az. Mashada mushu Murodni xalqning ichiga to'ntib, Murod uchun bir kichkina ish qilaylik deyotgan Polatni bu yerda atamashqa bo'lmaydi. Sababi Polat bilan Abdurashid Turdiyev ikisi mushu konsertlarni o'tkazgan, mushu Dvoris respublikalarda xalqni yiqqan, xalqning alqishiga ega qirg'izgan mana mush baylar. Bugun o'sha kelganlarga hammalarga rahmat. Davomli mashaq kelib, millatimizning ishidan chiqqan yulduzlarga hurmatimizni bildirib yuraveramiz. Assalomu alaykum. Bugün mana bizning san'atimizni bo'libmi naqshi san'atini Uyg'urning dunyo miqyosida to'nitgan yigitlarimizning birisi Murod Nasirovning amal qancha bu dunyoga ketgan bo'lsa, bugun mana 45 yosh bo'lgan kunga bizning mushundaq Murodbek bolalarimiz kelajak chiqaversin. Bizning millatimizni to'ntirgan bolalar mushu Murod Nasirovning ruhidan ilhomlanib, ashning ruhi qo'llab, bizning millatni texmi buyuk yerlarni ko'rsin. Murod Nasirovning yatgan yerini Alloh subhanahu va taolo jannatga qo'yadi. Keyin oqsil qolgan oila hayotlarga yaxshilik, chiroyli hayot ato qilsin, salomatlik ato qilsin. Hammalar rahmat. Nurum, Assalomu alaykum, hurmatli o'sha bugungi yig'ilgan hurmatli qarindoshlar, kasbdoshlar, bugungi o'sha qarab topgan kemashga iloj bo'ldi. Sababi biz Murod bilan biz yosh tanishdik. Vaqtdan ortiq shundan biz tanishib og'in bo'lib, mumkin yosh og'inda disklarni shu yozganda o'sha yerda birlikda shu disklarni chiqargandik. Undan keyin azmasi vaqt o'tgandan keyin mustaqil shum xabarlar kelib, shu yozganimiz ketib qoldi. Birisiga o'tkazildi, birisiga tashkilga, birisiga har turli tarafdan ketdi. Shuning uchun chiqib og'inimizdan aytib jannat bo'lsin. Qolgan hammamiz omon bo'laylik. O'sha yerda ishlayotgan bolalarning qo'lingga paymisin, chiqib mustaq millat uchun, san'atimiz uchun, o'zimizning millat uchun mustaq ishlashga zarda mustaq moyaveraylik. Rahmat. Alina. Kim aql berdi bu Mustafsiz? Birinchidan assalomu alaykum. Jamoat. Murod akadek ataqliq ijrochilar bizni ya tug'ildi, ya tug'ilmaydi. Bu bir Allohga ayon narsa. Biroq haqiqatan Murod akamniki bizga yoshlig'i qoldirgan izi, bizga yoshlig'i ko'rsatgan yo'li cho'ng ulug' bir yo'l. Her daim şu Qashqar avamini yuqori ko'tarib, men Uyg'urligimdan faxrlanaman deb shu vaqtlarda unchalik ko'p insonlar delamizmi, Murod aka har daim o'zining Uyg'ur millatidan chiqqanligiga har daim faxrlanib yuradi. Shundaqla bugun afsus shun ajal olmagan bo'lsa, aramizdan akamiz 45 yoshga kiradika, yubiley bo'ladika. Shuningga arnab Artur akam bilan Ixtiyor akamning qo'llab-quvvatlashida bir akamizning she'rini tepib, monologini yezib, bugun atagan tun yo'q chiqadik, internetga chiqadik. Bu bizniki endi azroq bo'lsa-mu, shunchalik insonni eslab o'tish maqsadi. Bayqindek Zixlom akam degandek bizga bu o'zimiz uchun kerak narsa, faqatla Murod akamga bizning qilgan dugatavrimizga yetmasa, o'zimiz uchun qilingan ish. Shu insonlarga birinchidan rahmat aytqim keladi. Bizni yoshlarni qo'llab,
Мушындак иш-чараларда һәр даим биз белән берлек тутугунага. Булат ака, сезгә рәхмәт. Һәр даим безне башта мушу әнде әфсус бүгенге көндә безнеке Мурат аканы әск илеп үтүш максатында чоң концерт оештырмакчы идек, ама ләкин җагдай шунак булып калды, үткәзәмәдек. Әнде иншалла кайчы булган көндә әсләш максатында бәлки бу концертны үткәзешкә амал кылабыз. Барлык кәгән урыктыккан кыендашларыбызга рәхмәт. Бүген мушындак акыбызны унутмастан һәр даим коллап жүргөн аларга. Ассаламу алейкум, уважаемые коллеги, друзья. Мурат Ака Насыров — это тот человек, который является примером сегодня для многих. Мы все помним его по его, можно сказать, великим поступкам, которые он делал для нашего народа. И у нас у всех, у каждого осталась его фраза, вот такая, которая на телевидении когда-то прозвучала, когда он сказал в прямом эфире: «Я всегда с вами, особенно с уйгурами». Это сильно великие слова, которые остались в сердцах у каждого уйгура. И сегодня, собравшись здесь, мы дали ему дань уважения, дань памяти тут за те заслуги, которые он сделал для всех нас, для каждого уйгура. И поэтому надо, чтобы это все продолжалось ежегодно. И это продолжили наши дети, потому что тот человек один из многих героев нашего народа. И нельзя так, чтобы его помнили только по песням, по книгам, а действительно всегда собирались и помянули этого великого человека. Поэтому всем чон рахмет, всем большое спасибо, что пришли, нашли время. И вечная память Мурат Ака. Sizden kalıp olmuyor. Böyle söylenmiyor. İhtiyar Aка. Ben bakmam size. Рахмат кәгән аларга. Һәр җиле 13 декабрьдә баштап без чакырайлы, чакамайлы килеп әскә иреп турайлы һәр даим. Рахмат аларга. Resim şu olaydı mı? Давайте вообще фото сделаем. Давай.